Assalomu alaykum akalar. Bugungi ishlarni ham boshlaganmiz. Bugungi ishimiz Qirg'izistonda Novqatda bo'ladi. Mini Honda texnikamiz. Bu texnikamizga qilib berayotgan ishlarimiz tumbasanlilari. O'ta ishkaroq holat kelib qolgan ekan, xudo xolasa. Tumbalarni yechib olganmiz. Bu yoqda mana shu yerda tumbaga qotgan trubka bo'ladi. Mana shu trubkasi mana shu yer elipsib qo'yibdi. Ikki martalab mana shu tusturga sanni qo'yishadi, uraverar ekan. Sanni qo'yishadi, uraverar ekan. Xudo xolasa aybini garantiyali qilib bersangiz, texnikani sizga oshtiraman deyishdi. Instagramdan ko'rib yurishgan ekan. Xudo xolasa garantiyali qilib beramiz. Yo'q, ko'rib turibsizlar, moy oqayotganda ichlari ham o'ta ayanchli holatga kelib qolgan. Richalardan ham moy oqadi. Richadagi luftni ham ko'ring akalar. Ikkita tomonda ham luft ko'p. Bu yoq bo'shab ham ketibdi. Shlankalarni chiqarib olganmiz. Hozircha mana shlankamiz bor. Moslarni maydalab olganmiz bu yoqda. Ikkita tomoni ham stupitsanli moy qo'yaverar ekan. Bir tomoni ochib ko'rganimizda o'ta ayanchli holatga kelib qolgan moslar ham. Xudo xolasa akalar hammasini cho'tki qilib yig'ib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ko'pchilik mana shu ishlarni servisga olib borib qildirilgan deyishadi. Biz vizit xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa joyida cho'tki qilib remont qilib beramiz. Garantiyali sinab ko'rib olaverasizlar akalar. Kuzatib turinglar, xudo xolasa bitgan videolarni ham qo'yamiz.